Trading 2021-yil, 2020-yilning eng aktual sohalaridan hozir 9 yoshlarimda Shvetsiyada edim. O'shandan boshlandi hammasi. Keyin birgalikda kompaniya ochdik. 20 ta odam trading bo'yicha o'qisa, uni 50% tradingni eplab keta oladi. Kunda $500 topishib qo'yishingiz ham mumkin, kunda $1000 yo'qotib qo'yishingiz ham mumkin. Boshlovchi treyderlar xatoga yo'l qo'yishadi. Soat 3 da ham turib kompyuterimni ochardim, nima bo'lyapti ekan deb. Yerga o'zini urib, nima bor edi menga bu yoqqa kirib, internet tezligi maksimal bo'lishi kerak. Qaysidir yillarda kartadagi pul o'tkazmalarni ham harom deyishgan, chunki havodagi pul bu kartadan u kartaga o'tadi deyishgan. Ulamolarni olib kelib, bu sohani yaxshi o'rgatib, ulardan pul olish insofga to'g'ri kelmagan. Men qiz bola bo'lsam, bepul o'rgatganni qadri yo'q deyshadi. Bu juda katta xato. Yoshlar ishlari agentligi hamda AMLM taqdim etadi. Trading sohasiga qanday kirib kelgansiz? Men bu sohaga kelishimdan avval trading yemaganman. Ruhshona Anvarjonova, yoshi 14 da, trader, SMM manager, RST Invest kompaniyasi asoschisi. Oylik daromadi 1000 dan 1,5 AQSh dollarigacha. Avval Telegramda shunaqa guruhlar bo'lardi. 9 yoshlarimda Shvetsiyada edim. O'sha paytlar Telegramdagi guruhlarga odam qo'shib yurardim. Ya'ni o'zimni qiziqishim bo'lgan. Keyin o'sha guruhlarga odam qo'shib, har xil bot, nakrutka qo'shardik. Keyin o'shani pulini paynet qilib olardim. Keyin opam karta ochib berdilar. O'shandan boshlandi hammasi. Telegramda pul ishlash degan kanallarga obuna bo'lib qoldim. Shu yerda trading haqida bildim. Keyin shu 4 yildan beri tanish akam bilan tanishdim, Otabek aka bilan. Ular menga trading noldan o'rgatdilar. Ikkalamiz o'rgandik. Yaxshi o'rgan bo'lganimizdan keyin menga o'zlaridan investorlar topib berdilar. Investitsiyalar qabul qildim. Keyin birgalikda kompaniya ochdik. Kompaniyamizning nomi RST Invest. O'sha kompaniyani endi yurgizyapmiz. Investitsiya qabul qilyapmiz, trading bo'yicha o'qityapmiz. Qisqacha aytganda, trading qanday soha? Trading 2021-yil, 2020-yilning eng aktual sohalaridan hozir. Ya'ni bu onlayn bozor deymiz, o'zimizning tilda. Onlayn bozor yo'da umumiy qilib aytganda arzonga olib, qimmatga sotiladi. Bozori strukturasi shunaqa. Kimlar trader bo'la oladi? Bunda yosh chegarasi bormi? Trader hamma bo'la oladi. Agar aqliy faoliyati shunga to'g'ri kelsa. Chunki kimdir 10 yosh bo'lib, aqliy faoliyati 40 yoshlilik bo'lishi mumkin. Yoki kimdir 25 yosh bo'lib, fikrlashi unchalik yaxshi bo'lmasligi mumkin. Bunda nima desam bo'ladi? 20 ta odam trading bo'yicha o'qisa, uni 50% tradingni eplab keta oladi. Trader bo'lish uchun qayerda va qancha muddat o'qish kerak? Trader bo'lish uchun agar qiziqishi juda ham yaxshi bo'lsa, katta bo'lsa qiziqish, YouTubedan har xil videolarni ko'rib o'rganish mumkin. Bunda jarayon juda ham sekin bo'ladi. Bir oy, 2 oyda o'rganadigan narsani 1 yilgacha o'rganishingiz mumkin. Chunki videolarni qidirib topish qiyin narsa. Chunki qaysidir temani hozir o'rganishingizni bilmaysiz. Shunga siz puliga ustozga yozilganingiz yaxshi. Trading bo'yicha o'qitadigan investitsion kompaniyalar ko'p. O'zimiz ham o'qitamiz. Har xil o'quv markazlari ham hozir trading bo'yicha darslar qo'yishyapti. Trader, investor va brokerning farqi nimada? Trader shu bozorda ishlaydigan, sohani egallagan odam. Investor shu traderga sarmoya kiritadi va o'zi ham bundan pul ishlab oladi. Broker bo'lsa, bizning tilda aytganda makler. Ya'ni trader bilan bozor o'rtasidagi vositachi. Traderning bir oylik daromadi qancha va bu nimaga bog'liq? Bu traderning o'ziga bog'liq birinchi o'rinda va bozorga ham bog'liq. Ya'ni bozorni qanchalik yaxshi berishiga bog'liq. Chunki traderning balansiga ham bog'liq bu narsa. Chunki traderning balans kichkina bo'lsa, daromadi kam bo'lishi mumkin. Aniq summa yo'q. Hammada har xil. Umuman traderning daromadi qancha muddat bilan o'lchanadi? Kun bilan. Men kun bilan o'lchaman. Chunki kunda $500 topishib qo'yishingiz ham mumkin, kunda $1000 yo'qotib qo'yishingiz ham mumkin. Risk katta. Traderni kimning oldida majburiyati bor? Traderning menimcha investitsiya qabul qilgan bo'lsa, faqat investor oldida majburiyati bor. Boshqa hech kimning majburiyati yo'q. Dunyoda qancha brokerlik kompaniyalari bor?
ko'p brokerlik kompaniyalari juda ham ko'p. Amerikada, O'zbekistonda ham bor. Chunki litsenziyasiz boshlayotganlar ham bor. Mashenik broker, kuxni deyshadi unaqa brokerlarni. Shu mashenik brokerlar ham bor. O'shaning uchun reyting qilmagan. Soxta brokerlarni qanday aniqlash mumkin? 2021-yil hammaning qo'lida o'zini apparati bor, bitta gap bilan telefoni bor. U telefonni hamma yoqqa qodir. Google'ga kirib yozib ko'rishi mumkin. Bonus statistika chiqib keladi. Nechinchi yil nima qachon bo'lgan, yoki qachondir kimnidir aldab ketganmi? Siz birjada nima bilan savdo qilasiz? Oltin, kumush, ko'proq hozir kripto birjaga o'tganmiz. Forex o'zi nima? Forex bu birja. Forexda savdo qilish uchun bizga MetaTrader приложениесі kerak bo'ladi, ilovasi. Shu ilova orqali savdo qilasiz. Agar kripto birjada yoki boshqa birjalarda savdo qiladigan bo'lsangiz, hammasining o'zining platformasi bor. Misol, kripto birjada savdo qilmoqchi bo'lsangiz, men o'zim Binance platformasida savdo qilaman. A Forexda MetaTrader. Malakali trader bilan malakasiz traderning farqi nimada? 1 yillik ichida odam juda ham ko'p narsalarni bilishi mumkin. Uni tez ilib ketishiga hamma yoni. Texnik analiz, fundamental analiz bor. Ularni qanchalik o'zlashtira oldi, ustozi qanaqa bo'ldi? Strategiyalarni qanchalik yaxshi biladi? Boshlovchi traderlar xatoga yo'l qo'yishadi. Ya'ni o'zini ishlash uslubi bo'lmaydi. Ular YouTubedan video ko'radi, qolgan yoqdan video ko'rib, o'sha videolarni qilmoqchi bo'ladi va o'xshamaydi. Oxiri depoziti 0 ga tushib qoladi. Hammasi ishlash uslubi bo'lishi kerak, o'z traderni strategiyasi bo'l, o'sha prinsip bo'yicha strogo ishlash kerak. Trading sohasiga qancha summa bilan kirish kerak? Summaga ham bog'liq. Agar kichkina summa bo'lsa, misol $200-300 bilan kirsangiz, ozgina minusga ketib qolsa ham sizda xavotir paydo bo'ladi, depressiyaga tushib qolasiz. Qayerdan ham ochdim, qayerdan ham kirdim, pulim yo'q bo'ldi, boshlanadi. Shuning uchun kichkina summa bilan kirishni maslahat bermayman. Agar yaxshi o'qisangiz, tajriba yaxshi bo'ladigan bo'lsa, kirish mumkin. 4 yillik traderlar ham hozir $200 bilan kirib, $200 bemalol $1000 chiqib ketyapti. Bunaqa traderlarni taniyman. O'zim ham shunaqa traderlarni orasiga kiraman. Minimal $200 men tavsiya qilaman. Trader bir kunda necha soat ishlaydi? Trading sohasini o'ziga kasb qilib olganlar bor. O'zim ham shunaqaman, kasbim trading. Agar shunaqa kasb qilib olganlar bo'lsa, o'rtacha 4-5 soat ishlashadi. Agar kasb emas, yana bitta ishi bor, qo'shimcha. Trading qo'shimcha daromad sifatida kelsa, ular 1 soat, 2 soat bo'ladi. Lekin, misol, qayerdadir kafeda o'tirganingizda ham ichingizda g'alati bo'lasiz, что minusga ketmabdimikin deb по-любому qaraysiz. 6-7 soat ham qolib ketishingiz mumkin. Bu aniq. Traderning ish jarayoni qanday kechadi? O'zimnikini aytib beraman. Misol, birinchi bo'lib qaysi valyutada misol bugun targovlar qilmoqchiligingizni aniqlaysiz. Ertalab menimcha tradingda kofedan boshlanadi. Bu eng keraklisidan biri. Srazi turib kompyuter ochganlar ham bor. Misol, men 2 yil bo'layotganda soat 3 da ham turib kompyuterimni ochardim, nima bo'layotgan deb. Men robot qo'yib qo'ysam, take profit stop loss qo'yib qo'ysam, baribir yurak g'alati bo'ladi. 3 da turib birinchi bo'lib sraz kompyuterga qarab nima bo'libdi ekan deysiz. Valyuta yoki kripto. O'shanda analiz qilasiz. Analiz qilib, analizingiz bo'yicha qachon zelka ochishingiz kerak. Qachondir shu narxga yetib kelsa, shu paytda zelka ochish kerak. Tepaga yoki pastga baylasa, o'shani aniqlab ishni boshlaysiz. Lekin birinchi o'rinda analiz qilish. Ya'ni shu instrumentlar bo'yicha analiz qilib olish kerak. Sohangizdagi qiyinchiliklar nimalardan iborat? Asosiy qiyinchilik bu psixologiya. Odamning psixologiyasi kam bo'lsa, sabrsiz bo'lsa, o'zini qo'lga ola olmasa, ishlash kerak emas deb o'ylayman. Bugunda trading sohasida o'zbeklar juda muvaffaqiyatli degan fikr bor. Bu qanchalik to'g'ri va nima uchun? Hozir to'g'ri bu o'zbeklar juda muvaffaqiyatli va endi bu soha kirib kelayotganligiga yaxshi eplashyapti. O'zbekistonda imkoniyatlar yanada kengroq bo'lsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Kimlar bu sohani tanlamaganlari ma'qul? Birinchi o'rinda ham, 10-chi o'rinda ham o'zini qo'lga ola olmagan insonlar. Misol keltirib beraman, bitta zelkangiz minusga ketib qolsa, yerga o'zini urib, nima bor edi menga bu yoqda kirib, qayerdan ham kirdim, misol investor qabul qilgan bo'lsa, uni pulini qanday qaytaraman endi deb isterika qiladigan odamlar. Ya'ni o'zini qo'lga ola olmaydiganlar. Trader kerakli bilimni olib bo'lgach, o'zi mustaqil ravishda birjada savdo qilishni boshlashi uchun unga qanday vositalar kerak bo'ladi? Kompyuter va tinchlik. Tinchlik bepul. Kompyuter pullik. Men 2015-yil onam Lenovo kompyuterni olib berganlar, eslayman. Akamga olib bergan yillarda. Men shunaqa yig'laganman.
nima menga kompyuter yo'q deb. U paytda men kirmaganman bu sohaga. Keyin 1 yil o'tib adashmasam akam faqat kino ko'rardi. U kerak emas ishlarni qilardi. Keyin kompyuterni oyim menga berdilar. Akamni tortib olib. O'sha kompyuter sababchi bo'ldi men bu sohaga kirishimga, lekin haligacha o'sha kompyuterni men ishlataman. Haligacha kompyuter almashgani yo'q. Trader qanday sharoitda savdo qila olmaydi? Tinchlik bo'lmagan joyda trader savdo qila olmaydi. Uyda tinchlik bo'lmasa savdo qilish juda ham qiyin. Chunki siz bitta zelkani ochayotgan paytingizda kimdir baqirib qolsa, uyda bolachalar bo'ladi, baqirib qolsa, noto'g'ri qilib qo'yishingiz 98%. Trader uchun internet tezligi qanchalik muhim? Internet tezligi maksimal bo'lishi kerak. Maksimal. Hozir men boshida shu Wi-Fi bo'ladi. Shu Uzmobile 100 milli Wi-Fi ga podключать qilganmiz. Qiyin bo'lgan. Uni ham tezligi yetmagan. Keyinchalik ofis olganimizda 500 milli tarifga ulanganmiz. Bir oyga 500 ming. Trader qanday xislatlarga ega bo'lishi kerak? Sabrli bo'lish kerak. Sabrsiz insonga tradingda joyi yo'q. Chunki birinchi o'rinda sabr. Misol tradingda ishlash anulari bo'ladi-da, bir kunlik traderlar bor, day trader, bir oylik trader, bir yilgacha ham traderlar bor. Ya'ni bitta zelkani 1 yil yoki 1 oy ushlab turadi. Bu ham sabrga bog'liq. Misol sal minusiga ketib qolsa ham bo'ldi, yopdim deyish ham xato. Chunki u plyusga ketib qolsa keyin bekor yopibman, minusda yopibman deysiz. Ba'zilar bu sohani halol emas deyshadi. Bu fikrga qanday qaraysiz? Avval misol keltirib beraman. Qaysidir yillarda kartadagi pul o'tkazmalarni ham harom deyishgan, chunki u havodagi pul bu kartadan u kartaga o'tadi deyishgan. Lekin kunlar keldiki, u ham halol bo'ldi. Va hozir hammani kartochkasi bor, plastik kartochkasi. Forex bo'yicha hozir 50 turibdi, lekin islamskiy shotlar bor. Ularda harom bo'lgan narsalarda siz savdo qila olmaysiz. Shunaqa shotlarda savdo qilishni maslahat berardim. Menimcha biron bir ulamolarni olib kelib, bu sohani yaxshi o'rgatib, keyin fikr chiqarishligini so'rab qolardim. Chunki bilmasdan ham fikr chiqarishyapti. Prosta buni onlayn yo'dan bu yoqqa arzonga olib qimmatga sotadigan degandan keyin ham bo'ldi, bu harom deyishyapti. Surishtirmasdan. Lekin halol taraflari ham bor. Yoshlarga qanday tavsiyalaringiz bor? Meni otam yo'q. Onam o'zi boqqanlar. Qiynalganlar. Ulardan pul olish insofga to'g'ri kelmagan. Men qiz bola bo'lsam, o'zlari shu darajaga yetkazganlar. Hamma yoqqa sababchi onam. Hattoki bir xilga onalar yo boshlamay yo'qotasan demagan, $1000, $500, jami bo'lib $3000 pulni yo'qotgan oyim. U pulni lekin haligacha oyim puliga qaytib kelmagan, lekin haligacha mendan so'ramaganlar. Ber, qaytar pulni kerak deb. Hattoki akam to'y bo'layotganida, 1 yil oldin qiynalib qoldi oyim. O'sha paytdan pul ber deb so'ramaganlar. Shunga qoyil qolganman. Sizda ta'lim olishni istagan yoshlarga qanday talablar qo'yiladi? Birinchi o'rinda qiziqishiga bog'liq. Agar qiziqishi yaxshi bo'lsa, bu yil ham 10 ta odamni qiziqishi yaxshi 10 ta odam bepulga oldik o'qishga. Bu maqtanish emas, bu agar kelsa kimdir, chunki ular bizga rasmlarini tashlashadi, bu kontrakt qog'ozim, oilamda bunaqa holat deydi. O'shanaqa qilib guruh ochdik. O'sha guruhda bepul o'rgatamiz. Polisi как pullidaqa bo'ladi. Lekin aynan ularga bepul o'rgatiladi. Menda shunaqa narsa bor, bepul o'rgatganni qadri yo'q deyshadi. Bu juda katta xato. Men bepul o'rgatgan odamlarim hozir men bilan birga ishlashyapti va ular qadrini 100% yaxshi biladi. O'shaning uchun menimcha qiziqishi yaxshi bo'lgan yoshlarga bepul o'rgatish kerak. Hamma investitsion kompaniyalarga shuni murojaat qilardim. Chunki ular keyinchalik qiziqishi so'nib qolishi mumkin. Lekin aynan shu sohani sevib, boshqa sohada u sohani sevmasdan ishlashi mumkin. O'qish qay yo'sinda bo'ladi? Hozir onlayn. Hozircha onlayn. Offlayn ham yo'lga qo'yishimiz mumkin. Bitta guruhda 5 ta kishi. Kimdir 10 ta qiladi-yu, men tradingda o'qitib pul ishlamayman. Traderlarning ikki xil turi bor. Bir xillar tradingni o'qitib pul ishlaydi, bir xillar ham o'qitib, ham tradingdan ham pul ishlaydi. Tradingni o'qitib pul ishlaydiganlar bo'lsa, shu 20 ta, 30 ta odam qabul qilib oladi. Natijada ham yaxshi o'qitmaydi, chunki o'zi ishlamay turib, kimgadir o'qitishi yomon narsa. O'qish qancha vaqt davom etadi? 1 oy. Lekin agar 1 oy ichida o'zlashtira olmasa, yana o'qitamiz. Rahmat kattadan.